Ertak tovushidan boshlangan qo'shiq mayin ohanglarda davom etadi. Munis onajonlar niyatin qo'shib jajji go'dagiga alla aytadi. Alla bolam alla yo, uxla shirin uxla, ko'rib tushlar turfa, oydan hadya yulduz, belanchagi tuhfa. Ko'zlaringni yum yum, atrof sokin tun tun, ko'zdan tomgan yoshlar ertak tomon boshlar. Alla bolam alla. Bog'chada chopqillab yurgan qizaloq ovozi qo'ng'iroq kabi jarangdor. Birinchi qo'ng'iroq, birinchi saboq, ma'rifat uyga metin poydevor. Vaqt o'tib tugaydi bolalik davri. Oxirgi qo'ng'iroq jarang sochadi. Dadil yo'l olamiz kamolot sari. Talabalik davri quchoq ochadi. Bahorning so'nggi kunlari, tugar bolalik chog'lari, jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Xayr maktabim, xayr do'stlarim, shohligim. Afsus afsus endigina, qadringga men yetganimda, men bag'ringdan uchib ketarman. Yangi hayotga oq yo'l tilaysan sen bizga. Xayr maktabim, xayr shohligim, birinchi sevgim, xayr xayr do'stlarim. Xayr maktabim, xayr shohligim, birinchi sevgim, xayr xayr do'stlarim. Xayr maktabim. Mardlarni chorlaydi armiya safi,
Jo'shqin marsh sadosi bag'ishlar viqor, kuylaymiz shiddatli qadamlar bosib, askar qo'shiqlari g'urur iftixor. Yigit bo'libman, kuchga to'libman, askar bo'lmoqlikka yo'lga chiqdimman. Xayr onajon, xayr onajon, xayr. Qalbda muhabbat yonar tobat, nigorim xat yozib turgunsa faqat. Xayr nigorim, xayr sevgilim, xayr. Non tishladik rizqimiz uzilmasin deb, xalqimiz elbinchi buzilmasin deb. Xayr sho'xligim, xayr mahallam, xayr. Yangi do'stlar assalom, bo'lgaymiz qadrdon, birga xizmat o'taymiz qurvatanda jonajon. Ayna jo'shirib birga aylanib yur martiga, qaytaylik yorug' yuz ota-ona bag'riga. Yangi do'stlar assalom, bo'lgaymiz qadrdon, birga xizmat o'taymiz qurvatanda jonajon. Ayna jo'shirib birga aylanib yur martiga, qaytaylik yorug' yuz ota-ona bag'riga. Mayin taraladi sevgi sadosi, yor ohangiga ulanib ketar. Muhabbat ziyosi, mehr ziyosi, ikki yosh taqdirin charog'on etar. Ey muhabbat, munchalar husn korsan. Ey muhabbat, orom baxt beg'uborsan. Ey muhabbat, gohida dil ozorsan. Ey muhabbat, qalbimda mudom borsan. O'ylamagan yuraklarni o'ylatasan. O'ylamagan yuraklarni o'ylatasan. Yig'lamagan dillarni yig'latasan. Ey muhabbat, yoki sen jafokorsan, yoki sen sehrgarsan. Alqissa musiqa hamisha hamroh, qo'shiq odamzotning tuganmas baxti. Barcha taronalar qadrdon, biroq baridan yuksakdir vatanning madhi. Ko'hna to'l beshikdan boshlangan olam, senga da'volar qilmay sevaman. Gohi singlim deyman, gohida onam, gohi kimligingni bilmay sevaman. Ko'hna to'l beshikdan boshlangan olam, senga da'volar qilmay sevaman. Gohi singlim deyman, gohida onam, gohi kimligingni bilmay sevaman. O'zing ko'zim oqu qarosi, aziz jonim ipak tolasi. O'zing ikki qoshim orasi, o'zim oqu qarosi vatan. Men uchun to'rtalar ro'moling aziz, sanasam sochingdan tovoning aziz. Andijoning aziz, Surxoning aziz. Birini biridan yo'lmay sevaman. Bu yorug' olamda yo'q borimsan, dilimning ostidan obodzorimsan. Sen mening dunyoga teng diyor.
yoningdan jilmay sevaman. O'zing ko'zim oqu qarosi, aziz jonim ipak tolasi. O'zing ikki qoshim orasi, ko'zim oqu qarosi vatan. O'zing ko'zim oqu qarosi, aziz jonim ipak tolasi. O'zing ikki qoshim orasi, ko'zim oqu qarosi vatan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli san'atimiz ixlosmandlari. Assalomu alaykum qadrli xonimlar va janoblar. Mamlakatimiz madaniyat va san'at olamida ajoyib yangilik. Joriy yildan boshlab Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbeknavo estrada birlashmasi, Yoshlar madaniyat va san'at markazi hamkorligida Yil qo'shig'i taqdimot marosimi muntazam o'tkaziladi. Shunday ekan, yurtimizda ilk bor o'tkazilayotgan Yil qo'shig'i 2014 tantanali taqdirlash marosimiga xush kelibsiz azizlar. Hammamizga ma'lum, o'tgan yilda juda ko'p esda qolarli go'zal qo'shiqlar yaratildi. Eng muhimi mana shu qo'shiqlarning aksariyati nafaqat muxlislar uchun, balki mana shu yerda o'tirgan sozanda san'atkorlar uchun ham yangrab o'tdi. Bugun ular orasida eng saralarini yodga olamiz. Juda ham to'g'ri aytasiz, nafaqat yodga olamiz, balki sizlar bilan birga bugun ularni taqdirlaymiz azizlar. umid qilamiz bugun yangraydigan qo'shiqlar ko'p yillar davomida xalqimiz tilidan, dilidan joy oladi. Xuddiki hozir biz tinglaydigan va bizga ko'p yillardan beri qadrdon va sevimli bo'lib kelgan retro taronalar singari. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Marhamat. Qalbimning otishi go'zal, senga tomon cho'mdi xayolim. Qayda sani so'zlari g'azal, gul shoxida qoldi ro'molim. Qayda sani so'zlari g'azal, gul shoxida qoldi ro'molim. Beri kelgan yorginam, muhabbatim borginam, mani muhabbatim borginam. Beri kelgan yorginam, muhabbatim borginam, mani muhabbatim borginam. Oshiq bo'ldim senga, jonim sen o'zing. Meni shaydo qilgan bu qaro ko'zing. Nozingdan ey go'zal, kuydirma meni. Ishqing yotla yondirma meni. Kuydirma meni. Ishqing yotla yondirma meni. Kuydirma meni. Dilbarim, sevganim. Dilbarim, baxtim sen o'zing. Baxtim sen o'zing.
ashulangiz men uchun bo'ladi. Yo'q, men uchun bo'ladi. Jon, yoru jonim, mehribonim jon. Gulum sorim, kelligorim Maftun bo'ldim, o'zar bir jonomga. Maftun bo'ldim, jondan aziz bor ko'zlarimga. Meni qo'yib yuboringlar, sizlarga eng yaxshi ko'rgan o'yinimni o'ynab beraman. Mayli Yulduzxon, mening uchun. Yo'q, sen uchun emas, men uchun. Osmondagi yulduzni sanab ketaman dema. Osmondagi yulduzni sanab ketaman dema. Yuraklarni kuydirib tashlab ketaman dema. Tashlab ketaman dema. Moshin yetgan yerlarga men ham bormay qo'ymayman. Moshin yetgan yerlarga men ham bormay qo'ymayman. Yangi yilda orzuqib mehnat qilib to'ymayman. Mehnat qilib to'ymayman. Shunday o'yindakin qo'yvorib bo'larmidi? Yo'q Yulduzxon, men bunday qila olmayman. Sen emas, men. Pamparirum, 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 param. Pamparirum, 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 param. Pamparirum, 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 param. Pamparirum, 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 param. Самого синего моря
Bolalar ashula va raqs ansambli. Olqishlaymiz azizlar. Shak shubhasiz xalqimizning oltin merosiga aylangan, oltin bisotiga aylangan badiiy filmlardan joy olgan go'zal taronalarni mana shu yosh iste'dod vakillari go'zal tarzda kuylab berdilar. Aynan mana shunday retro qo'shiqlar bilan bugungi taqdimot marosimimiz boshlanishi ham o'zgacha bir fayz, o'zgacha bir ko'rk baxsh etdi desak mubolag'a bo'lmas. Juda ham to'g'ri. Endi bu farzandlarimiz, yoshlarimiz oltin bisotga murojaat qilishibdi. Keling Akmaljon, so'rab ko'raylik. Bular bugungi kun yoshlaridan, bugun kun mana bu estrada olamidan qaysi guruhlarni yaxshi tanishadi, kimni ijodlaridan bular boxabar, kimni tanishadi? Masalan, Afruz guruhi. Lekin ular bilan biz emas, bizning jajji ukalarimiz ham singiljonlarimiz kuylashadi. Hurmatli xonimlar va janoblar, yil qo'shig'i 2014 taqdimot marosimida birinchi g'olib qo'shiq Lola Afruz guruhi. Afruz guruhi Muzaffar Jamshid Shoshil Misra quyida e'lon qilib o'tganimizdek, yil qo'shig'i 2014 taqdimot marosimida g'olib bo'lgan birinchi qo'shiq Lola. Juda ham to'g'ri. Va g'olibni taqdirlash uchun sahnaga mamnuniyat bilan Nahol mukofotining sovrindori Lola Yo'ldoshevani taklif etamiz.
Kechirasiz. Lola Yo'ldoshevami yoki Lola Yo'ldoshevami? Nima farqi bor? Baribir bitta odam chiqadi-ku, Lola bo'lsa ham, Lola bo'lsa. Qo'shiq ham Lola ekan, keling shuning uchun Lola Yo'ldosheva taqdirlasinlar. Azizlar, siz va bizga ma'lum qo'shiqda mas'uliyatli uchlik bor: shoir, bastakor va xonanda. Aynan mana shu qo'shiq so'z muallifi Eldor Qayumov, bastakor Jasur Badalbayev. Lola Afroz guruhi Eldor Qayumov va Jasur Badalbayev. Olqishlaymiz azizlar, guldiroz va davomiy qarsaklaringiz. Biz juda ham xursandmiz. Shunaqa chiroyli tadbirlarda, shunaqa chiroyli statuetka olganimizdan. Avvalambor har bitta san'atkor kutadi. Bitta qo'shiq yozmasdan oldin hit bo'lishini xohlaydi va bu qo'shig'imiz olgandan juda ham xursandmiz. Endi 2015-yilda ham Xudo xolisa harakat qilamiz. Glazurlangan yer yong'oq, kayfiyating qilarchoq. Sladus Leading. В данный момент дегустаторы определяют победителя. Давайте-ка их послушаем. Это лучший бульон, и лапша не набухла. К тому же вкусный. Мы выбрали первый номер. Победитель дегустации Hot Lunch. Hot Lunch. Изготовленный из высококачественной муки. Слушай. Организуй один чай, пожалуйста. Ага. Не торопись только. Классно. Hot Lunch. Вкусно по-нашему. Sevimli Sug'diyonangizning 6-sonida Marina va Rustam Sa'dullayevlarning 27 yillik sevgi qissasi. Ayollarning 7ta xatosiga chek qo'yamiz. Go'dakka qachondan qo'shimcha ozuqa beriladi? Qaynonajon huzurida ikkinchi turmushdan ajrashayotgan ayol. Eko yoki inseminatsiya. O'g'il ko'rishni istaganlar uchun maslahat. O'zimga vizajist. Hamda dasturxoningiz uchun eng sara taomlar retsepti. Sotuvda payshanbadan obuna bo'lishni unutmang. Index 510. Традиционные макароны из отборных сортов пшеницы. Hot Lunch. Каждому блюду свои макароны. Glazurlangan yer yong'oq, kayfiyating qilarchoq. Sladus Leading. Donna yeyiladi va seviladi. Seviladi va yeyiladi. Yeb qo'yaman hozir, yeb qo'yaman. Sevimli telekanalingizda o'zimizning kino. Menga qo'limdan ishimni oladigan uddaburon, boy-badavlat kuyov kerak, bildingmi? Tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydilar. Meni tajribamda bunaqasi bo'lmagan hali. Ha, xo'p, bunaqasi tajribangizda bo'lmasa biz nima qilaylik? Muhammad Abdulxayirov yana nimalarni boshladi ekan? Yo, men tabib emasman. Mol doktoriman. Unga juda qiyin bo'ldi. Tuzalmas dardga chalingan qizni davolash kerak. Lekin o'zini tabib deya tanishtirgan veterinar bemorni qanday davolashi mumkin? Qanaqa dori bilan davolamoqchisiz? Ha, musallasga bo'ktirilgan non. Haqiqatdan ham juda mushkul vaziyat. Endi nima bo'ladi? Qiziqayotgan bo'lsangiz, ertaga soat 10:00 da tomosha qiling. Dardi bedavo. Sevimli telekanalingizda xorij kinosi. Yulduzli onlar keldi. Siz orolga jo'nab ketasiz. Kelajakda ona zaminni mana shunday holda ko'rish hech kimning xayoliga kelmagan bo'lsa kerak. O'zing o'ylab ko'r, bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Tizimga ozuqa moddalari uzatilishini ta'minlayapmiz. Bo'lmasamchi, bu odamlarning bir xil libosda yurishlariga qaraganda qandaydir ommaviy tartib o'rnatilganga o'xshaydi. Nima uchun hamma oq libosda yuradi? Oq kiyim tezkir bo'ladi. Yarim soatda oq kiyimlarimda kulrang dog' paydo bo'ladi. Ammo Lincoln va Jordan bu yerning siridan voqif bo'ldilar va qochishga tushdilar. Ularni tashqi dunyoda nimalar kutayotgani esa xayollariga ham kelmagan edi. Mutlaqo aniqmi? Faqat bir narsa mutlaqo aniq. Omon qolish uchun odamlar har narsaga tayyor bo'ladi. Demak, bu yerda nimalardir pinhon. Tabiiyki bilishga oshiqamiz. Unda o'tkazib yubormang. Dushanba soat 23:00 da Orol. Eng yaxshi
Yil qo'shiq 2014 taqdimot marosimida ikkinchi g'olib qo'shiq. Aynan bu g'olib qo'shiqni yarim qismini Lola Yo'ldosheva ijro etganlar. Yarim qismini. Yarim qismini. Keyingi qismini qog'ozga qaraysiz bilasiz. Aha, keyingi qismini bu yerda DJ Pilgrim deb yozilgan ekan. Be qaranglar o'rtoqlar. Bo'lar ekan-ku, hamkasblar bilan birga qo'shiq aytsan. Xonanda bilan duet aytadi. Hamkasb. DJ deb qo'yibdi. Boshlovchi-da DJ degani siz, men, mana boshqalar. Lola bilan Lolani farqiga boradigan odam DJ bilan RJ'ni farqiga bormaydim. Biz RJ'miz aka, ular DJ. Marhamat. Ohangaring shirin, shirin nigohing, shirin nigohing. Yodimda, meni yodimda, yodimda. Ohanglaring shirin, shirin nigohing, shirin nigohing. Yodimda, meni yodimda, yodimda. Yuz mayus, tunboy beuyqu yuz mayus, yuz mayus. 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 Masman, masman. Köy qilib aytganlaring ismim, ismim. Unutdan masman, masman. Köy qilib aytganlaring ismim, ismim. Yuz mayus, tunboy beuyqu yuz mayus, yuz mayus. 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 Qani endi mening mehrim, qani endi bu tuyg'u, qani endi meni sevgim, qani endi mening mehrim, qani endi bu tuyg'u, qani endi meni sevgim, qani Rahmat. Lola Yo'ldosheva hamda DJ Pilgrim g'oliblarimizni taqdirlash uchun sahnaga O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoni taklif etamiz. Shoir Ilhom Yo'lchiyev, bastakor Ilhom Yo'lchiyev. Olqishlab turamiz. 2014-yilda minglab qo'shiqlar yozildi. Shuncha qo'shiqlar orasida saralangani. Assalomu alaykum. Hammaga rahmat kattakon. Jasur Badalbayev chiroyli go'zal aranjirovka qilib berganingiz uchun, Lola siz duetingiz uchun kattakon rahmat. Jasur Shametov video klip uchun rahmat. Minnatdorman va hamma muxlislarga rahmat. Rahmat kattakon. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat.
Хочу выразить огромную благодарность Узбек-Наво, всем поклонникам в первую очередь, потому что все, что мы делаем для них. И если эта песня полюбилась слушателям, это самая большая награда для нас, для артистов, а тем более для автора песен, так как Ильхом Юрчиев является автором этой песни. Спасибо всем большое, мы очень рады и сегодня очень счастливы. Galdagi qo'shiq. Men bu qo'shiq yil qo'shig'i bo'lishi kerak edi. Chunki bu xonanda so'nggi paytda juda bir boshqacha ijod qilmoqdalar. Umuman uslubga gap bo'lishi mumkin emas. Sardor Mamadaliyev. Ajralishdik. Marhamat. Cho'lg'a oldi bizlarni misol. O'zimizni baxtiyor tuydik. Ajralishdik bukun bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik. Cho'lg'ab oldi bizlarni misol. O'zimizni baxtiyor tuydik. Ajralishdik bukun bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik. Va'da berdik birovlarga chin. Hayollarni erkiga qo'ydik. Bajarmadik biz uni lekin ijrosini hazilga yo'ydik. Bajarmadik biz uni lekin ijrosini hazilga yo'ydik. Cho'lg'ab oldi bizlarni misol. O'zimizni baxtiyor tuydik. Ajralishdik bukun bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik. Yaşab o'tdik dunyodan biroq o't yoqmadik birorta dilga. O'tib ketdik ishqsiz va shundoq umrimiz ham o'xshab hazilga. O'tib ketdik ishqsiz va shundoq umrimiz ham o'xshab hazilga. Yordam berdi kimdir beg'araz. Suratini yurakka o'ydik. Yaxshilik ko'p bu yildagi qarz. Qaytarmadik hazilga yo'ydik. Yaxshilik ko'p bu yildagi qarz. Qaytarmadik hazilga yo'ydik. Cho'lg'ab oldi bizlarni misol. O'zimizni baxtiyor tuydik. Ajralishdik bukun bemalol. Barchasini hazilga yo'ydik. Barchasini hazilga yo'ydik. Ajralishdik. Shoir Ismoil To'xtamishev bugun ayrim sabablarga ko'ra dasturimizda ishtirok eta olmayaptilar va sovg'alarni Sardor o'zlariga yetkazadilar. Bastakor Sardor Mamadaliyev. G'olibimizni qutlash uchun sahnaga ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonovani taklif etamiz. Marhamat.
2014-yil qo'shig'i qarshi kelinglar. Go'zal, go'zal. Sovg'alar, esdaliklar, diplomlar. Marhamat. Ijro etiladigan qo'shiq yurtdoshlarimiz qalbidan chuqur o'rin egallagan bir muncha boshqacharoq mavzuda. Ustoz yana ham go'zal tarzda yondashib, ushbu qo'shiqqa yangicha jilo berib, bugun sizning e'tiboringizga taqdim etyaptilar. Giriya. Marhamat. Avval o'zingga bandalar qildim, yana ko'nglim olib yuz noz bir lahandalar qildim. Jamoling partadan sochib ajoyib jilvalar qilding, masdek bir boqishda murda jismim sildalar qilding. Senga men to qiyomat deb va'dalar qildim. Va'da berding kecha kunduz men sening yoring bo'lurman deb, yondik suhbatingda bir guli noring bo'lurman deb. Jafoni senga ozaylab vafodoring bo'lurman deb umidim ko'p edi, yolg'iz xaridoring bo'lurman deb. Ajabkim xalq ichimda bu havasdan shikvalar qildi. Zulayho Boyxonova hamda E'tirof 2014 g'olibasi Shodiyora Omonova. Azizlar, dasturimiz davom etadi va galdagi 2014-yil qo'shig'i. Bu xonandamiz ijodlarida o'rin egallagan nafaqat bitta, balki bir nechta qo'shiqlar yil qo'shig'iga nomzod bo'lishi mumkin va albatta g'olib bo'lishi mumkin. 2014-yilda ilk yakkaxon konsert dasturlarini ham muxlislar e'tiboriga havola etdilar va juda bir estratamizning odobli xonanda. Qo'shiqqa ham, san'atga ham juda bir boshqa mehr bilan ehtiyot bo'lib murojaat qiladilar. Ayniqsa so'zlarga chertib 7 o'lchab bir kesib qo'shiq kuyladigan xonanda, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev. Yonar ko'zlaring. Marhamat. Ağır sınav, anav nigahı anav, kuydiradi beayov, chidaganni baxtga muhabbat ağır sınav. Seni ko'rsam yondirib yana yonar ko'zlaring, ishq bazmiga bo'lib to'yona yonar ko'zlaring. Seni ko'rsam yondirib yana
yonar ko'zlaring yonar ishq bazmiga bo'lib to'yona yonar ko'zlaring yonar olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov Tig'ning uchida ne bor nigohingni kuchida jonim go'yo tig'ning uchida ne bor nigohingni kuchida boqsam ko'zlarim ichida yonar ko'zlaring yonar boqsam ko'zlarim ichida yonar olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov ro'paramda go'yo jon talab yonar ko'zlaring yonar ro'paramda go'yo jon talab yonar ko'zlaring yonar olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov olov nigohing olov kuydiradi beayov chidaganni baxtga muhabbat og'ir sinov chidaganni baxtgar muhabbat og'ir sinov yonar ko'zlaring Yil qo'shig'i 2014 taqdimot marosimida g'olib qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshevdan yonar ko'zlaring va uchilik taqdirlanadi. Shoir Botir Ergashev, bastakor E'tirof 2014 taqdimot marosimi g'olibi Musoxon Nurmatov. G'olibimizni taqdirlash uchun sahnaga O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovni taklif etamiz. Marhamat ustoz. Ijodkorlarni katta mehnatlari samarasi bu. Yil qo'shig'i taqdimot marosimi bo'lib o'tadi deyishganda o'zi xursand bo'lgan edim. Undan keyin shu qo'shig'imni shu tanlovga qo'yishganidan juda ham xursandman. Hozir juda ham katta hayajondaman, ayniqsa shuncha muxlislarimizni oldida ustoz san'atkorlarimiz tomonidan shunaqa e'tiborga olinib, shunaqa yaxshi mukofotlar bilan taqdirlanish nima deydi? Juda ham xursand bo'ldim. G'ulomjon Yoqubov. Raqsida Shahnoza Rajabova. Yor ekansiz o'ylasam dildor ekansiz o'ylasam yor ekansiz o'ylasam dildor ekansiz o'ylasam jonga orom yaxshi siz bor ekansiz o'ylasam
yashanglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, tunlarimni qaroshidan, kunlarimni jafosidan, kuydim ey yolg'izlikni bu balosidan. Topganim hijron ekan, orzular armon ekan, sevgimiz chin deganing yolg'on ekan. Bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, omadim kelganida, baxt quchib yelganida, tortmasdim azob agar sen sevganingda. Ishq ekan arzon bozor, aldana ko'p xaridor, orzularga ishonib chekadi ozor. Bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, tunlarimni qaroshidan, kunlarimni jafosidan, kuydim ey yolg'izlikni bu balosidan. Topganim hijron ekan, orzular armon ekan, sevgimiz chin deganing yolg'on ekan. Bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey, bu yurak izlaydi hamon dardiga darmon, axir u beyomon, naqli holi yomon. Jonim ey,
chiqmayman bugun seni ko'rgim yo'q taq tosh ko'chasida yurgim yo'q yor yoningga chiqmayman bugun seni ko'rgim yo'q ko'nglim yomon ezildi hafta o'tmasdan yorim qadring yomon sezildi tosh ko'chasida yurgim yo'q yor yoningga chiqmayman bugun seni ko'rgim yo'q tosh ko'chasida yurgim yo'q yor yoningga chiqmayman bugun seni ko'rgim yo'q Gulasal Abdullayevaga mukofotni Nihol davlat mukofoti sovrindori sevimli xonandamiz Adham Soliyev topshiradilar. Guldiroz qarsanglaringiz ostida. Albatta mana shu qo'shiqni yozilishga kattadan katta o'z hissalarini qo'shgan insonlar. qarsaklar chalib qo'yasizlar singlimizga. Tabriklayman. Qo'shiq mualliflari bilan sizlarni tanishtiramiz. Shoir Reslig'oyev Xatamova, bastakor Nasiba Usmanova. Olqishlaringiz. Tabriklaymiz. Ijodingizga ulkan parvozlar tilab qolamiz albatta. Mana shu darajaga yetishimga menga yaqindan yordam bergan, yelkama-yelka turib ijod qilishimga o'zlarini yordamini ayamagan barcha aziz, yaqin insonlarimga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Bilasizmi, hech qaysi davlatda menimcha san'atga bo'lgan e'tibor bu darajada emas. Men baxtliman, mana shu yurtda tug'ilganligimdan faxrlanaman. Bilasizmi, hozir menga mana shunday mukofotni berishdi kutmagandim to'g'risi, chunki 19 yoshda bu mukofotni olish menimcha juda ham katta baxt bo'lsa kerak. Men baxtliman. Yurtboshimizga katta rahmat aytaman. Izim bor o'sha toshloq ko'changda o'tib qaytgan izim bor senga aytolmay qolgan bittagina so'zim bor senga aytolmay qolgan bittagina so'zim bor muhabbat jon muhabbat qaytmasliging bilaman kech bo'lsa ham aytayin seni jondan sevaman kech bo'lsa ham aytayin seni jondan sevaman
jondan sevaman. Havas bilan o'g'lingga xushvaqt deb nom qo'yibsan. Aybdor men o'zimman, sen o'kinmagin faqat. Aybdor men o'zimman, sen o'kinmagin faqat. Aytolmadim da senga sevishimni muhabbat. Aytolmadim da senga sevishimni muhabbat. Muhabbat jon muhabbat, aytmasliging bilaman. Aytmasliging bilaman. Ish bo'lsa ham aytayin, seni jondan sevaman. Ish bo'lsa ham aytayin, seni jondan sevaman.
Hammamizni sevimli ijodkorimiz, qadrli xonandamiz Nihol mukofot sovrindori Ulug'bek Rahmatullayevning bugun tavallud ayyomlari. Uyalmang. Tabriklaymiz. Mana shu qarsaklar, mana shu olqishlar sizga sovg'a, ehtiromimiz. Hayotimda birinchi martalab sahnada tug'ilgan kunimni nishonlanib. Mukofotni esa ajoyib ijodkor, bastakor, siz sevgan ko'plab qo'shiqlarni muallifi Shuhrat Zokirov topshiradilar. Marhamat. Marhamat. Olqishlab turamiz azizlar, olqishlab. Tabriklaymiz. Rahmat. Bu yutuq mana shu yerda o'tirgan barcha muxlislarimniki deb o'ylayman. Chunki sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bu mana shu bugungi sahnada mana shu taqdirlash marosimigacha yetaklab keldi. Qolaversa, bugun oramizda mana shu kabutarlar qo'shig'imni she'rini, musiqasini yozib bergan ukamiz Alisher Tayir o'tiribdi. Bitta guldiroz qarsak chaling. Yil qo'shig'i bilan meni taqdirlashgani bu meni xursand qildi. Men fursatdan foydalanib hammaga kattakon rahmat deyman. O'zi 2014-yil ham juda bir barakali yil bo'ldi. 2015 ham mana boshlanishi yomon emas. Xudo xolisa bu bizga mas'uliyat. 2015da yana ham ko'p qo'shiqlar chiqarishimiz kerakligiga undaydi, shunga bizni ishontiradi deb o'ylayman. Qolaversa bir narsaga va'da beraman o'z nomimda. Davom etamiz azizlar. Menimcha bugungi kechamiz sizlarga juda ham ma'qul bo'lyapti. Mukofotlar o'z egalarini topmoqda va topishda davom etadi. Navbatdagi mukofot egasi ham ana shunday sizlar sevgan, sizlar ardoqlagan, siz qo'shiqlarini sevib tinglagan ijodkorlardan biri. Demak, navbatdagi ijodkorimizni e'lon qilishdan oldin sizlarning kayfiyatingizni bilmoqchi edim. Qarsaklaringiz ostida albatta. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadaligi ko'rinib turibdi. Ko'z tegmasin. Men o'ylaymanki, bugungi dasturimiz nima? Men siz bilan konsert olib bormayman. Nimaga? Tamom. Qanday yaxshi? Gapirtirasizmi o'zi yo'qmi? Gapiring, siz o'zingiz paytingizda gapirmayapsiz. Qalay chiqib ketyapti o'zingiz hozir. Siz joylaringiz esingizdan chiqib qolyapti. Tez gapirish bizning zimmamizga yuklatilgan. Bu tomoshabin gapiryapman-ku. Gapiring axir, mana gapiring. Sekin gapiraman-de. Ulgurmayapsiz-da. Gapiring mana. Mana tekshirib ko'ramiz. Mana gapiring. Ko'rdinglarmi? Ulgurmayapti. Aynan o'zi tushishi kerak joyga ulgurmayapti. Mana tomoshabinlarimiz bu yerda gap eshitgani kelgani yo'q, qo'shiq tinglagani kelgan. Bularni kuttirishga bizning haqqimiz yo'q. Demak, davom etamiz. Boring, gapiring. To'yib gapiring. Mana shu sahnachi sizniki. Mikrofon ham sizga sovg'a. Rahmat. Mana shu yerdagichi mukofotni ham uyingizga olib keting. Shu kattasini olib ketaman. Rahmat. Kel yarashaylik. Mayli. Yil qo'shig'i uchun yarashsam yarashimman-de. Demak, nima bu? Yarashaman dedingiz-ku? Men qo'shiqning so'zlarini aytdim. Kel yarashaylik degan qo'shiq navbatdagi g'olibimiz. Nihol davlat mukofoti sovrindori Umidaxon Hojiyeva. Bilarkansiz uni? Jack. Oh yeah. Bomboş ko'chada hech kim yo'q, o'zim yurgim yo'q, sensiz yaraman. Mashinalar o'tadi, baqir qo'ygan yo'q, tekurchi gapga toqatim yo'q, baraq qo'limga nazar sol, bir bor kayfiyatim yo'q. E'tiboringni ber, kel yarashaylik, gaplashaylik, chaqlashaylik, sodda odamga sodiq qolib, yomg'irning boqchilaridan cheklashaylik, jonim kel yarashaylik, gaplashaylik, chaqlashaylik.
kechirish nahot qiyin. Kel aloqalarimizni yangilab, yangi hayot boshlaymiz nozik huzur qilib. Parvoyim yo'q, bekorchi gapga toqatim yo'q. Qara holimga nazar sol bir bor. Kayfiyatim yo'q. Kelibgina e'tiboringni ber, har bitta gapni tanagida chaqlaylik. Kel yarashaylik, gaplashaylik, shaqshaqlashaylik. O'sha sodda odatga sodiq qolib, yomg'irning tomchilaridek cheklashaylik. Jonim kel yarashaylik, gaplashaylik, shaqshaqlashaylik. Umidaxon hamda iste'dodli xonanda singlimiz Madli